Bugun 7-oktyabr akalar videoni YouTube uchun, YouTube tarmog'i uchun olganmiz. Bitta like mehnatimizni qadrlab, chiroyli qilib o'zingizlar baho berasizlar. Xo'p, bugun bizda Shinray T30 lar bor, Labo bor va Photon Trackmate bor. Va bizda bu yoqda zavod uchun qilinadigan yana zakazlarimiz bor. Ularni ham sizlarga alohida ko'rsatamiz. Xo'p, Laboga keladigan bo'lsak, Laboni polniy balandligini 1.55 standart qilganmiz. Tashqi tomonda hech qayerda uloq yo'q, but-butun. Xo'p, yashiklarini ham bitta ko'ringlar, mana. Yashiklarini ham qo'yganmiz, akkuratlik qilib, bolt gaykada hech qanaqa hech nima xalaqit bermaydi. Resor qo'yganmiz bunga. Gaz qo'yganmiz. Gabarit chiroqlarni ham qo'yganmiz. Ichki tomoniga keladigan bo'lsak, eshiklarni shumka qilganmiz. Yaxshi poliklardan qo'yib berganmiz. Linoleumlarni ham o'zimiz, chexollarini ham, video registrator 3 talik, ularni ham qo'yganmiz. Signallarni ham almashtirib, barlarni ham qo'yib qo'yganmiz. Xo'p, bitta korona qo'ysak bo'ldi. Eshik keladigan bo'lsa, eshik har doimgidek yaxshi furnituradan foydalanganmiz. Mana ruchkalari ham yaxshidan qulf kalitli bo'ladi. Eshikni ko'ryapsizmi? Qalinligini aka bitta e'tibor bering. Hech qatida hech nima chiqmaydi. Ko'ryapsizmi? Chotki turadi. Buni bitta laklasangiz zo'r bo'ladi. Laklash kerakmi, yo'qmi? O'zingiz kommentariyada yozib keting, aka. Hop, polini ham bitta ko'ring, aka. Pollari ham vashcha chotki. Germetikalarni e'tibor bering. Ingichka qilib surib qo'yganmiz. Hop, ichkarida umuman etgan kameram bo'ladi. 3-kamera. Bu yoqda mana shu projektor bo'ladi. Zo'r yoritib beradi lekin. Tepada ham gabarit chiroqlari bor. Orqa tomoniga ham dugalarni ham qo'yib qo'yganmiz chiroyli qilib. Chiqishingizga udobniy bo'ladi lekin. Qanaqadir yaxshi. Rezinkalarni ko'ryapsizmi? Qalin bo'lgan. Xo'p, bunga keladigan bo'lsak, Photon'ni ko'rsatdik sizga. Photon'ni balandligi 1.90 bo'lgan. Hop, sendwich qalinligi 7.5 bo'lgan. Zo'r bo'lgan lekin. Bu yog'iga mana 90 talikni chiroyli qilib propanlan hujjatlari bilan qilib berganmiz. Bu yerda zapravochnisi bo'ladi. Bemalol zapravka qilsangiz bo'laveradi. Xo'p, buni qalinligi 7.5 bo'lgan. Karkasimiz polniy nerjavekada bo'lgan. Nerjavekani ham svarkada chiroyli qilib quyib, orqa tomoniga keladigan bo'lsak, orqa tomoni darvozasi mana. Tepada gabarit chiroqlari bor buni. Nerjaveka. Mana eshik keladiganlar bo'ladi. Ko'pchilik biladi endi buni. Yuk mashina haydaydiganlar har bittasini ko'rsatishimiz shart emas, lekin chiroyli qilib ko'rsatib beramiz. Xo'p. Rezinkalarni ko'ryapsizmi? Rezinkalari mana seri rezinkadan bo'lgan, zo'r mana shu. Issiq sovuqda yaxshi ushab turadi. Qanaqadir qulaylik bo'lish uchun mana shu ruchkani ham qo'yib qo'yganmiz. Bemalol qo'yib chiqib ketishingiz mumkin ichkariga. Hop, ko'rsatdik buni, orqalari ham eshiklari but-butun tushgan. Yonboshini ham ko'rsat. Yonboshida ham qo'shimcha eshigi bor. Mana eshigi bor yonboshida. Bu Shinray T30 lar keladigan bo'lsa, bularga 100 talik balon qo'yganmiz, pollarini teshmasdan chiroyli qilib akkuratni mana zapravochnilari. Hop, orqasi mana zashni dugalari bor va yaxshi